Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Men Beknazarov Asqarova Rabbim Qiluvchi 1970-yilda tug'ilganman. Bekobod shahrida yashab kelaman. Sizga murojaat qilishimning asosiy sababi men adolatga erisha olmaganligim, haqiqatni yuzaga chiqara olmaganligim, adolatni yuzaga chiqarish maqsadidan o'sha tergov hibsxonalaridan 100 marotaba mana bugun ozodlikka chiqqandan keyin ijtimoiy tarmoq Prezident virtual qabulxonasi orqali 139 marotaba ariza va shikoyat arizalar berganligim, lekin bularning birontasi daliliy hujjatlar, arizalar o'rganilmasdan ko'r-ko'rona javob beraverayotgani oqibatida sizga ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilishga majbur bo'ldim. Va yuqorida aytganimdek, nima sababdan men adolatsizlikka uchradim, nima sababdan bugungi kunda men adolatni tiklamoqchiman, shuni qisqacha bayon qilaman. 2023-yili Toshkent viloyati Angren shahar ichki ishlar tergov bo'limining tergovchisi Ulug'bek Hojimurodov tomonidan menga nisbatan 168-moddaning 4-qismi A bandi bilan 228-moddaning 2-qismi A bandlari bilan ayb e'lon qilgan. Men bilan birgalikda kuyovim Rustam Qarshiqulovich Jo'rayev marhum unga ham xuddi shu moddalar bilan ayb e'lon qilingan. O'sha Ulug'bek Hojimurodov juda katta manfaatdorlik qoralar evaziga o'zgalarni jinoyatini yashirish maqsadida bizlarni qurbon qildi. Ya'ni bu qanday bo'ldi? O'sha marhum Jo'rayev Rustamga tegishli Transgaz metan MCJ balansidagi 1 gektar 20 sotik metan gaz quyish shoxobchasini qurish uchun ajratilgan yerda o'sha jinoiy ishda jabrlanuvchi bo'lib o'tgan Umid Xudoyqulov o'g'lining tegishli Imperial Invest MCJga o'sha sotganligi oqibatida bu jinoyat ishi kelib chiqqan. Ya'ni bu qanday bo'lgan? Men o'sha vaqtida qurilish nazorat inspeksiyasida inspektor bo'lib ishlab yurgan davrimda o'sha Imperial Investga tegishli Piskent tumanidagi metan gaz quyish shoxobchasining qurilishini monitoring o'tkazayotgan davrimda o'sha ulardan bironta metan gaz quyish uchun sotiladigan yer bormi deb so'raganligi, men haqiqatdan yer bor deb aytganligim, o'sha yer Rustam Jo'rayevga tegishli ekanligini bildirganligim va bu tegishli hujjatlarni telegram orqali tashlab bergan. Uni Umid Xudoyqulov ko'rib o'sha yerni joyida borib ko'rishga qaror qilgan. O'sha kuni kechqurun borib birgalikda men o'sha Rustam Jo'rayev, Umid Xudoyqulov o'sha Angren shahri Oqonqo'rg'on ko'chasida joylashgan 1 gektar 20 sotik metan gaz quyish shoxobchasini qurish uchun ajratilgan yer maydonini borib ko'rganmiz. O'sha yer haqiqatdan Umidga yoqqan. Uni $80 ming kelishilgan. $80 ming kelishilgan. $500 oldindan to'lov bergan. Faqat bu 2-3 hujjatlar qilib berish kerakligidan aytgan.
bir necha kun davomida Rustam Jo'rayev o'sha Umid Xudoyqulov talab qilgan hujjatlarni qilib bera olmagandan keyin u o'zini yordamchisi Murod ismli yordamchisini jo'natgan. Bu Murod ismli yordamchisi o'sha talab qilingan hujjatlarni 80%ni tayyorlab qilgan. 10%ni u ham qilolmaganligini sababi o'sha Angren shahar hokimligi umumiy bo'limi boshlig'i Shuhrat Tenglashib u uncha qog'ozlarga biron bir insondan manfaatdor bo'lmasdan hech qanaqa qo'l qo'ymasligi, hech qanaqa ma'lumot bermasligi bu butun Angrenga bugungi kunda ma'lum. O'sha ajratilgan yer 2017-yilda ajratilganligi uchun o'sha aynan oldi sotib bo'layotgan vaqti 2021-yil bo'lgan. O'sha davrgacha balkim bu qaror bekor bo'lib ketgandir, balkim prokuratura tomonidan protest kiritilgandir. O'sha kiritilmagan to'g'risida o'sha qarorga Tenglashib Shuhrat tasdiqlab berish kerak ekan. Buni Rustam ham boyagi Murod ismli yordamchisi ham qilolmagandan so'ng Umid Xudoyqulov kelib uni bitta Cobalt'ni bahosiga o'sha davrda ya'ni $10,000 Tenglashib bilan kelishib $2,000 bergan, $8,000 oldi sotdidan keyin berishga va'dalashgan. Lekin o'sha nima sababdan Tenglashib deb deyishimning sababi chunki qarorni haqiqatdan o'sha men oldin hokimiyatda arxitekturada ishlaganligim uchun qarorni aynan men yozib berganman. Chunki qaror o'sha hokimiyat arxivida mavjud emas ekan. Ham qarorda o'sha qurilish bo'yicha o'rinbosar noto'g'ri yozilgan ekan. O'shaning uchun uni to'g'rilab yozib berishni so'ragan Umid Xudoyqulov mendan. Men qarorni to'g'rilab o'sha davrda u Rustam Jo'rayev qo'lidagida Bahodir Ahmedov deb yozilgan ekan. Lekin u vaqtida Bahodir Ahmedov emas, Allaberganov ishlagan ekan. O'sha Allaberganov ishlaganligini yozib berishni so'ragan Umid Xudoyqulov. Men Umid Xudoyqulovga yozib tayyorlab berganman. Umid Xudoyqulov $10,000 evaziga o'sha pulni berib va kelishib barcha hujjatlarni Tenglashibga bergan. Tenglashib o'zi unga muhrini bosib haqiqatdan prokuratura tomonidan protest kiritilmaganligi, shu kungacha bekor qilinmaganini tasdiqlab berib, qolgan hujjatlarni arxivga joylab qo'ygan. Oradan bu men o'sha bir marhum Rustam Jo'rayev ham o'z ko'rsatmalarida o'sha vaqtda aytib o'tgan. Men aytganman haqiqatdan, chunki quruq yerda oldi berdi qilish mumkin emasligini, o'sha qurilish aynan o'sha Transgaz metan emchish nomidan qurilish kerakligi va qurilish ishlari tugallagandan keyin o'sha oldi sotdi orqali imperial investitsiya o'tkazib berilishi mumkinligini aytganimda Umid Xudoyqulov o'zi Toshkent viloyatini sobiq viloyat kadastr boshlig'i bo'lib ishlaganligini, barcha tizimdagi barcha kadastr xodimlar uni aytganligini qilishligini va hujjatlarni o'zi to'g'rilashligini bildirib, haqiqatdan hujjatlarni o'zlari to'g'rilagan.